Hammaga xayrli kun, aziz doktor Rustam Aripov YouTube kanali obunachilari. Mana bugungi navbatdagi operatsiyamiz plan bo'yicha pasientimizga 360 gradus liposaksiya diastazlarni tikib, mana bu chiqib qolgan qorni ichkariga kirgizib, qornida abdominal plastik amaliyotini o'tkazib beramiz. Pasientimiz 38 yoshdalar, ikkita tug'ruqdan keyin mana shunaqangi ahvolga kelgan qorni. Pasientimiz o'zi sportsmenka, lekin shunda ham mana sport bilan shug'ullansa ham qorni mana shunaqangi ahvolda. Chunki bu yerda qorning elastikligi yo'qolganligi sababli qorni ichkariga kirmayapti. Bularni hammasini olib tashlab, abdominal plastik amaliyotini o'tkazamiz hamda mana ko'rishingiz mumkin, bel sohalarida qancha mana jirovoy lavушкаларida yog' to'plangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularni hammasini liposaksiya qilib, o'zidan chiqqan yog'ini maksimal darajada dumba sohalariga lipofiling amaliyotini ham birgalikda o'tkazib beramiz. Bundan tashqari pasientimizga krugovaya liposaksiya diastazlarni tikib, abdominal plastik operatsiyasini ham o'tkazib beramiz. Pasientimizga yoqadi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aziz YouTube kanalimiz obunachilari, ko'rishingiz mumkin, biz operatsiyamizni tugatdik. Pasientga polni 360 gradus liposaksiya hamda diastazlarni tikib, kintikning ekspozitsiyasini bajarib, polnisi osilgan fartuq bilan hammasini to'liqligicha olib tashlab, abdominal plastik operatsiyasini o'tkazib berdik pasientimizga va mana shunaqangi sportivniy figura chiqarib berdik. Ko'rishingiz mumkin, kukulniy figura desa ham bo'ladi. Pasientimiz xohishiga binoan bundan tashqari pasientimizga lipofiling, ya'ni dumba sohasi lipofilingini ham bajarib berdik. Buning uchun o'zidan chiqqan yog'lardan foydalanib, dumbalarni kattalashtirib berib, bundan tashqari blefaroplastik amaliyotini ham pasientimizga o'tkazib berdik. Agarda sizlarda ham mana shunaqangi kompleks operatsiyalar o'tkazish kerak bo'ladigan bo'lsa va kimga murojaat qilish bilmayotgan bo'lsangiz, albatta Renessans klinikasida doktor Rustam Aripovga murojaat qilinglar. Sizlarga mana shunaqangi kompleks operatsiyalarni o'tkazib berishda o'zim yordam beraman. Bizni videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin, like va podpiska tugmasini bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.